Akalar, assalomu alaykum. Mana bugun ertalab tuqqan molimiz o'zida. Bu aka so'skalar g'ijimlar solib qo'ying. Qani bitta qo'lingizni olib turing-da. Akalar so'skalar katta 4 joyda. Ana hozircha usta o'zida. Ko'rishlaring mumkin. Bu mollarimiz ham sotuvda. Shved, gibrid, bu ham gibrid. Mana bu o'rtadagi sementalga gibrid, bu chekkadagi rossiyskiy gibrid. Bu German shved. Shu molimiz ertalab tug'di, buqacha tug'di. Bolachasi. O'zi ko'piya, buqacha. Bu buni bolasi. Bu bitta bo'shatib olasizmi shuni? Bitta kuyin chiqaring. Hali suti bor buni. Bir kunlik endi og'lanadi. Ertalab tuqqan molimiz. Hali yana sog'imda suti bor hali. Bu boshmol endi. Buni ko'rishlaring mumkin. Akalar yana bitta ma'lumot, endi bilganlarga eslatma, bilmaganlarga yaxshi ma'lumot. Biz bu mollarga, yangi tuqqan molga bir 10 kun, 15 kun kuchli ham bermaymiz. Shuncha ertaga nimaga ozorlaqsiz. Bugun tug'di endi. Sulos bermaymiz. Ya'ni omoqda kuchli ham bermaymiz. Sulos beramiz, ozgina beramiz, kepasi ham beramiz. Keyin o't beramiz asosan. Yelim bezlari, baklari yaxshi qaytishiga. Bunday mana xudosi bak zo'r solganda. Shunga shunaqa. Sementalchi bola kanaliga obuna bo'lib qo'ysalaring, yanada bo'lsa yaxshiroq ma'lumotlar berib turaveramiz. Bular o'tga kirgan. Bu hali o'tga kirgani yo'q endi. Bu endi o't beramiz endi. Mana hozir bolasiga beramiz. Bolasi iloji boricha o'sdan ko'proq ichgani yaxshi. O'sdan nechta litr berasiz bu aka? 2 litrdan oshadi. O'zi bu 3 litrlimi? Ha, bir 300 gram kam. 207-206 litr beryapsiz ekan. Bolasi yotib o'pcherkanda va shep. Buni ko'ngil yutdi. Bu ham bunga 1,5 kun oshdi. Tuqqaniga. Sekiroch. Aka sog'i bo'lgan holatda. To'liq sog'ilgan yo'q bu. Endi o'zlarida to'liq sog'ilmaydi. Qiziqqanlar akalar telefon qilaverasizlar, bu molimiz ham sotilaveradi. Xudo xolasa 25 ta sutni bemalol o'ynataveradi. Hozir уже 10 taga yaqin berdi. O'zida bir mahaliga. Hali bu ham bir hafta o'tsa, bir hafta 10 kun o'tsa. Sementalchi bola kanaliga kuzatinglar, obuna bo'linglar, like bosinglar, podpiska bosib qo'yinglar.